Yigitlarning samanlar orasida hayot boshlaganidan 3 yil o'tib, kunlarning birida ko'plab olis va yaqin yo'llardan dunyo uqubatlarini yengib, o'zida evrilish jarayonini bartaraf etgan Gautama ismli buyuk Budda, ya'ni nurlangan kishining paydo bo'lgani haqida xabarlar yetib keldi. U o'z ta'limotini shogirdlar orasida yoyar ekan, mol-dunyosiz, oilasiz, vatansiz, zohidona sariq libosda yurt kezar. Biroq nigohlari ulug'vor va ilohiy bo'lib, uni ko'rgan shohlar, brahmanlar ta'zim qilar hamda shogirdlarini ham e'zozlar edi. Bu afsona, bu xabar, bu ertak ifor taratib jaranglar, o'rmon zohidlari-yu brahmanlarni u haqida gapirishga majbur etar edi. Budda Gautamaning nomi o'zida yaxshi va yomon, maqtov va ig'vo gaplarni tarqatib, odamlar qulog'iga takror va takror chalinar edi. Go'yo vabo tarqagan o'lkada bo'lganidek mish-mishlar paydo bo'lar. Qayerdadir donishmand avliyo bor emish. Uning bir kalomi yoxud birgina qo'l tekkazishi eng og'ir, bedavo xastalarga davo berarmish degan so'zlar yoyilar edi. Bu xabar kimda ishonch, kimdadir shubha uyg'otar, ba'zilar esa donishmand xaloskorni izlab yo'lga otlanar edi.